Assalomu alaykum sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Men Mohira Valiyeva, Mohim brendi tabiiy kosmetikasi asoschisi bo'laman. Bugungi video roligimizda nega yuz terimiz quriydi, buning sabablari va 7 kunda sizlarga aniq natija beruvchi usullarni tavsiya qilaman. Yuz terimizning asosiy qurishining sabablari 20% ob-havoga, 50% biz ishlatayotgan kremlar tarkibiga va qolgan 30% esa stressga kirmasligimiz va sog'lom turmush tarzida yashayapmizmi yo'qmi, mana shularga bog'liq bo'ladi. Biz qo'limizdan keladigan, uyda qilinadigan va bizni natijaga chiqara oladigan narsa usul bu. Bu 50% ni yo'qotish, eng katta bo'lgan foizni yo'qotishimiz uchun tabiiy tarkibga ega bo'lgan kremlardan biz foydalanishimiz kerak. Biz nima uchun o'zi Mohim brendini chiqardik? Mohim brendida nima uchun biz kremlar chiqaryapmiz? Chunki o'zimdagi tajribalardan kelib chiqib, tabiiy tarkibli kremlar teriga tez singanini isbotlaganimiz uchun, sinovlardan o'tgani uchun biz tabiiy tarkibli kremlarni chiqara boshladik. Yuz terimizning qurishining 50% ning sababini shunday qilib biz uyda bemalol bartaraf qilsak bo'ladi. Buning uchun siz hozirda qilayotgan xatolaringizni qilmasligingiz kerak. Ya'niki qanday tarkibli kremdan foydalanyapsiz? Yuz teringizga mos keladimi, yo'qmi? Nima uchun o'zi yuz terisi quriydi? O'zi yuqorida aytganim kabi mana shu sabablar va kremlarda qanday modda bo'lganda terimiz qurimaydi. Asosiy sabablardan yana bittasi terimizda gialuron, ya'ni bizga namlik beruvchi moddalar kamayib ketganda yuz terimiz qurib boshlaydi. Bunday paytda biz gialuron moddasi terimizda kamaygani uchun gialuron moddasi bor bo'lgan serum sivrtkalardan terimizga berishimiz kerak. Shunda siz qurish jarayonini to'xtatgan bo'lasiz. Ikkinchi etap esa namlantiruvchi krem. Tarkibida namlik bo'lgan, suv bazli bo'lgan kremlarni teringizga berganingizda terida qurish jarayoniga to'xtaydi va qurish jarayonini siz teringizdagi muammoni bartaraf qilgan bo'lasiz. Undan keyingi eng asosiy faktorlarimizdan biri biz quyosh nuridan, ya'ni ob-havodan o'zimizni terimizni asrashimiz kerak. Bu terimizni asrashimiz uchun quyosh nurlaridan, tashqi omillardan, chang, shamol, har xil bizga zarar keltiruvchi faktorlardan asrashimiz uchun SPF, ya'ni quyoshga qarshi kremlarni foydalanishimiz zarur. Quyoshga qarshi kremlar ham albatta tabiiy tarkibga ega bo'lgandagina 90% ga 98% ga yuz terimizni tashqi muhitdan himoya qila oladi. Mana shunday sizlarni yuz teringizni himoya qilishi va yuz teringizning qurishiga nuqta qo'yuvchi bizda tabiiy tarkibli kremlar albatta mavjud. Shu muammolarni yechish maqsadida biz Mohim brendi ostida tabiiy kremlarni ishlab chiqdik. Shunday qilib uyda yuz terimizni parvarish qilish uchun kunduzgi idealniy yechim yuz terimiz qurishi uchun hamma yuz terilari uchun to'g'ri keladi. Yog'li teri ham, normal teri ham, aralash teri ham, quruq teri ham, hamma yuz terilari har doim namlikka muhtoj, namlantirib borishimiz kerak. Xo'p, birinchi bo'lib malochkada yuz teringizni tozalab olasiz. Hozir men tozalab olaman. Hozir kunduz kun bu videoni olyapmiz. Undan keyingi etap gialuronli, tarkibida gialuron moddasi bor bo'lgan serum surtamiz. Serum nima uchun biz ishlatamiz? Serumning vazifasi serum sivrtka rus tilida aytiladi, o'zbek tilida zardoblar bo'ladi. Zardoblar ya'ni terimizga har bir teri teshikchalarni ichkariga kirib, yana ham boshqa kremlarning singishiga yordam beradi va terimizni namlik bilan yaxshi to'yintiradi. Terini yaxshilab to'yintirib olamiz zardob bilan. Zardob teri ichkarisiga yaxshilab joylashib kirib oladi. Teri qurishiga sabab bo'layotgan gialuron moddasini biz terimizga bera oldik zardoblar yordamida. Zardob teri teshikchalarimizni ochib berib, keyingi qavatlarigacha olib boradi biz surtayotgan keyingi etapdagi kremlarni. Keyingi etapimiz sadaf namlantiruvchi kremni surtish. Sadaf namlantiruvchi kremimiz tarkibida 100% ga namlik bor. Buni tarkibida juda ham ko'p vitaminlar, lavanda yog'lari bor. Ham terimizni kunduzgi quyosh nurlaridan himoya qilib beradi, ham bizga namlik beradi, vitaminlar bilan to'yintiradi yuzimizni. Demak, buni ham sindirib, yaxshilab surtib olamiz. Mana shunday etapda biz yuzimiz parvarish qilganimizda teri qurish jarayoni 100% ga to'xtaydi.
Endi esa SPF kremini surtamiz. SPF kremimiz ham 100% tabiiy tarkibga ega. Biz har qanday krem yuzimizga surtganimizda 2 soat ichida qonga singadi. Shuning uchun tabiiy tarkibli yoki bo'lmasa har bitta surtayotgan kremingiz tarkibini o'rganing. U tarkiblar yuzingizga to'g'ri keladimi, yo'qmi va yuzingizning qurish jarayonini to'xtata oladimi, yuzingizdagi muammoga yechim bo'la oladimi? Aynan mana shunday muammoga yechim bo'la oladigan kremlar hozirda bizda bor. Shunday qilib biz kunduzgi yuz parvarishini tugatdik. Mana shunday bo'ladi. Kunduzgi yuz parvarishimiz va yuzimiz qurimaydi. Quyoshdan himoyalangan bo'lamiz, terimiz qurishiga ham muammosiga yechim bergan bo'lamiz. Siz ham yuz teringizdagi qurish jarayonini ketkazmoqchi bo'lsangiz, ushbu idealniy yechimdan foydalaning. 7 kun foydalanib ko'ring. 7 kunda siz kutgan natijaga erishasiz. Ushbu tabiiy tarkibli kremlarni siz skidkali narxda olishni xohlaysizmi? Unda siz 7 kunlik tabiiy yechim deb nomlangan kalit so'zini operatorlarimizga aytsangiz, birinchi telefon qilgan 50 kishiga 10% chegirmada ushbu kremlarni biz sovg'a qilamiz.